Hammaga salom. Bozor hal qiluvchi nuqtaga keldi. Bitcoin, Ethereum, oltin va kumush grafiklari tarixiy signallarni bermoqda va bu yangi buqa bozorining boshlanishi bo'lishi mumkin. Bugungi videoda men barcha muhim grafiklarni tahlil qilaman va keyingi harakat qayerda bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqamiz birga. Bo'lmasam boshladik. Birinchi Bitcoindan boshlayman. Bitcoinga siklishni qaraymiz. Oxirgi 3 ta siklini ko'rib o'tamiz. Har bitta sikl bu 4 yil, oxirgi 3 tasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni oxirgi 12 yilda Bitcoin qanday harakatlangan. Mana shu nuqtada ayiq bozori tugadi va narxlar o'sishni boshladi. Ya'ni buqa bozoriga o'tdi, korreksiyalar bilan o'sib keldi. $160 dan $21,000 o'sib keldi. 1071 kun o'sish bo'ldi. Bu nuqtaga kelib buqa bozori tugadi va ayiq bozori boshlandi va mana ko'rishimiz mumkin, narxlar tushib borgan. 84% tushgan, eng baland nuqtasidan 1 yil tushish bo'lgan. Bu nuqtaga kelib o'sish fazasi boshlangan. Ya'ni buqa bozori o'sib kelgan, bu yerda koronavirus chiqqan. Shuning uchun ham narx pastga tushgan, lekin juda ham muhim narsa o'sha minimumini yangilamagan. Minimumga yaqin kelib o'sishda davom etgan. Ya'ni buqa bozori davom etgan. 1057 kun o'sishlar bo'lgan. Undan keyin mana bu 69 mingda Bitcoin o'zini pikini o'rnatdi va narxlar tushishni boshladi. 77% eng baland nuqtasidan arzonlashdi. 1 yil ichida 1 yil narx tushishlari bo'ldi. 2022-yil buqa bozoriga o'tdi va o'sish boshlandi. Mana bu yerda uzoq nisqadash trendga qoldi, yana o'sdi, yana nisqadash trend, shunday qilib o'sib keldi. 1057 kun o'sish bo'ldi va mana bu nuqtada buqa bozori tugadi va ayiq bozori boshlandi. 2025-yil 5-oktyabrda buqa bozori tugab, mana hozirgacha tushib kelyapti. Hozirda 250 kundan ziyod narx tushish bo'ldi. Hozirda Bitcoin narxi 60 ming, 61 mingda savdo bo'lyapti. Bu siklda ham 1 yil tushishini kutyapman. Mana bu oxirgi 3 ta siklni ko'rishimiz mumkin. Mana 2014dagi siklda ham ko'rishimiz mumkin. Sikl juda ham ko'p marta takrorlangan. Agar bu safar ham takrorlansa, Bitcoin oktyabr oyida o'sish fazasiga o'tishi kerak, ya'ni katta globalniy buqa bozoriga o'tishi kerak. Yilda oxirida Bitcoin har doim yaxshi o'sishlar ko'rsatgan. Mana bu ham dekabrda boshlangan, bu noyabrda boshlangan, bu yerda dekabrda boshlangan. Endi 2015-14 u vaqtlari bozor umuman boshqacha bo'lgan, shuning uchun ham unchalik orqaga qarab yotmaymiz va tarixini tahlil qilib kelajagini bilish ancha oson, lekin tarixda bo'lgan narsa kelajakda bo'lishini kafolatlamaydi. Undan keyin Ethereum holatini ko'ramiz. Ethereum mana yoqda burchak figurasi shakllandi va narx pastga ketdi. Bu yoqda yana bitta uchburchak, mana potensial bor edi. Bundan oldingi videoda ko'rsatgandim qancha tushishi mumkinligini. O'sha potensial 100% ishladi va narx tushib keldi. $2100 dan $1500 tushib keldi. Mana bu yerdan 2 martadan beri qaytyapti. Hozirda impulsni ko'rishimiz mumkin. 3-yashil sham sotib oluvchilar bor, lekin eng kuchli qo'llab-quvvatlash 1400-1467 da. O'ylaymanki, buni ushlab qolish kerak. Agar ushlab qolmasa, ikkinchi qo'llab-quvvatlashga tushadi. Ikkinchi qo'llab-quvvatlash bu $1900 da joylashgan. O'ylaymanki, ikkinchi qo'llab-quvvatlashdan pastga ketmaydi. Bozor holatini kuzatishda davom etamiz. Bundan keyin oltinni ko'rishimiz mumkin. Oltinda oldingi videolarda ko'rsatgandim. Birinchi marta eski videolarimda ko'rgan bo'lishlaring mumkin. 2023 oltin haqida gapirishni boshlagandim. O'sha vaqtda uzoq mana yoqda nakopleniya bo'ldi va undan chiqish juda ham kuchli bo'ldi. Keyin yana bitta videoda mana yoqda треугольник figurasi shakllanyapti. Восходящий trendda bo'lyapti. Shuning uchun ham tepaga provoy bo'ladi deb shuncha potensial ko'rsatgandim. 3300 dan 4,5 minggacha, undan ko'pi bilan, oshig'i bilan o'sib berdi. $5600 gacha keldi. Mana endi korreksiya beryapti. Oltinda men tushishini kutyapman. $3400 gacha. O'ylaymanki, mana shu diapazonda ancha qoladi. Keyin yana kuzatamiz. Agar bu diapazonni ushlab qolmasa, pastroqqa ham tushishi mumkin. Hozircha unchalik katta korreksiya bergani yo'q. Shuning uchun ham yana korreksiya kutsa bo'ladi. Eng baland nuqtasidan 27%. Endi tarixidagidek tushishlar bo'lmaydi.
deb o'ylayman. Yana kuzatamiz, bozor holatiga qaraymiz. Bundan keyin kumushni ko'rishimiz mumkin. Kumushda ham shunaqa holat bo'lganda, bu yoqda figura shakllanganda potensial o'sha 61 gacha edi. Xo'sh, dollarda aytadigan bo'lsam, 57 dollargacha, kumush bo'lsa 122 dollargacha o'sib keldi bu yil. O'tgan yil oltin bilan kumushda yili bo'ldi. Bitcoin o'zini unchalik yaxshi ko'rsatmadi. Mana endi bular ham korreksiya berishni boshladi. Bitcoin bulardan oldin berdi. O'ylaymanki, bulardan oldin o'sishni boshlaydi. Va bu yoqda Fibani tortganman, ko'rishlaring mumkin qanchalik chotki qaytyapti 61 dan. 61 ga kirdi. Misol uchun qisqa muddatli savdogarlar futuresda ishlayotganlar uchun juda ham zo'r imkoniyat bo'ldi. O'sha 0.61 dan kirib, mana yoqda ana o'sish bo'lyapti. Yashil shamlarda ko'rishimiz mumkin. Fiba ham juda yaxshi ishlaydi. O'sha qaytish nuqtalarini Fiba orqali topsak bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. 0.5 unchalik yaxshi ishlamagan, chuqurroq tushgan, lekin 0.61 juda ham yaxshi ishladi. Hozircha hal qiluvchi nuqtalarda turibdi. Kuzatishimiz kerak, vaqt talab qiladi. Qayerga ketishini hozircha sotib oluvchilar bor. Misol uchun ko'tarilishi mumkin. Sizlarga ssenariy beraman. 0.5 gacha, keyin 78 gacha tushishi mumkin. Bu 39 dollar bo'ladi. Balkim shu nuqtadan o'sib ketishi ham mumkin, chunki 0.61 bu yaxshi. Shu nuqtadan tepaga ketishi ham mumkin. Bunaqa ssenariyga ham tayyor bo'lish kerak. Bundan keyin bu yoqda Bitcoin sikllari aniq ko'rsatilgan. Ko'rishlaring mumkin. 3 ta sikl 1064 kun o'sish, 364 kun narx tushish 2018. 2020 1064 kun o'sish, 364 kun tushish. 3-sikl 1064 kun o'sish, 364 kun tushish. Ko'ryapsizlarmi, sikllar qanchalik zo'r ishlayapti. Bu siklda ko'p kishi o'ylaymanki xulosa qildi. Yangiliklarga berilish kerak emas. Har xil investor treyderlarning gapiga quloq tutish kerak emas, chunki super sikl boshlanadi. 10 yillik o'sish bo'ladi, 1 yil korreksiya bo'ladi degan gaplar hammasi noto'g'ri bo'lib chiqdi. Men eski videolarimda aytgandim, u super sikl boshlanishi uchun ko'p narsa o'zgarishi kerak deb, chunki hamma aktivlar tushayotgan vaqtda u Bitcoin hozirgi holatda o'smaydi. Hali aksiyalar korreksiya bergani yo'q. Ular korreksiya bersa, kripto bozorga kattaroq ta'sir qilishi mumkin. Bundan keyin Bitcoin oldingi sikllarda qancha tushgan? 2012-yil 91% tushgan. Bozor yengil bo'lgan, shuning uchun ham tushishlar katta bo'lgan. 2015 85% tushgan. 2019 83% tushgan. Mana bu koronavirusda ham qisqa tushish 61% edi. 61% tushish bo'ldi. Juda qisqa vaqtgacha. Misol uchun mana bu yerda 1 yil tushish bo'lgan 83%. Lekin mana bu yerda juda qisqa vaqt ichida 61% tushgan. Shunchaki inson tasavvur qilib ko'rish mumkin, 10 ming dollar olib kiryapti, qisqa vaqt ichida 4 ming dollar bo'lib qolyapti. Agar sabr qilsa, misol uchun keyin mukofotini olardi. Agar sabr qilmagan bo'lsa, 6 ming dollar zarar bilan chiqib ketadi. Keyin tepada oladi, keyin yana narxlar tushadi. Bozor psixologiyasi haqida bitta katta video tayyorlashim kerak. O'ylaymanki, juda ham ko'p kishilarga foydali bo'ladi. 2023, o'sha 2022 76% tushdi, hozirda 52% tushgan. O'ylaymanki, yana 4-5% вполне реально tushishi. Lekin u yana 20%, 30% buni ustiga qo'shilmaydi. U 82%, 85% tushish ehtimoli ancha kamroq. Endi bu bozorda hamma narsa bo'lishi mumkin. Har xil ssenariylarga tayyor bo'lib, qarorlar qabul qilish kerak. Tez kunda yangi videolar chiqadi. Ular haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Oxirgi videolarda ko'proq Bitcoin tahlillari bo'lyapti. Twitterdan har xil foydali ma'lumotlar bo'lyapti, lekin bilaman ko'p kishi altcoinlarda tahlilni xohlaydi. Altcoinlar haqida men fikrimni bilishni xohlaydi. Shuning uchun ham tez kunda katta video bo'ladi altcoinlar haqida. Keyin Solana'ni katta obzori bo'ladi. Texnически, fundamentalni ko'rib chiqamiz. Yaqin 4-5 yilda 10 yilga o'zini qanday ko'rsatishi mumkinligi, Solanadan qanaqa maqsadlarim borligini ko'rsatib aytib o'taman. Keyin Ethereum haqida bitta katta video bo'ladi, chunki Ethereumdan katta maqsadlar qo'ygan ko'p kishi. Men o'zimda realistik maqsadlarimni aytib ko'rsatib bermoqchiman grafiklar bilan, faktlar bilan. Undan keyin yana bir ikkita qiziq videolar bo'ladi. Ularni aytib o'tirmayman, videoni cho'zib o'tirmayman. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'linglar, bu videoga like bosinglar.
va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Tez kunda chiqadigan videolarda birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Bundan keyin yangi sayt yaratildi. Hamma havolalar endi bitta joyga. Telegram kanalimga havolani video ostiga qoldiraman. O'tinglar, obuna bo'linglar, foydali ma'lumotlarni olinglar. Bu yerda juda ham ko'p foydali postlar joylab turaman. O'qinglar, bilimlaringni oshiringlar. Bozor holati haqida xabardor bo'linglar. Keyin Telegram kanal tagida mana shunaqa havola bor. Buni ustiga bossalaring, hamma havolalar bitta joyda. Birinchisini bosib meni jamoamga qo'shilishlaring mumkin. Bu yerda signallar, tahlillar, o'qish va prochat bor. Mana pastdagi Telegram kanal, undan keyin mana chat bor, tekin chat, bunga ham qo'shilishlaring mumkin. Keyin Twitterda kuzatishlaring mumkin. Kim Rossiyadan kuzatayotgan bo'lsa, VPN da muammo bo'layotgan bo'lsa, mana VKda ham kuzatishi mumkin. Yoqda ham joylab boraman. VPN siz bemalol videolarni ko'rish mumkin. Keyin pastda top birjalariga havolalar qoldirganman. Referalni hammasida bonus skidkalar bor. O'tinglar, ro'yxatdan ishlanglar, savdo qilinglar va bu sohada katta muvaffaqiyatga erishishga harakat qilinglar. Hammaga katta foyda. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Tez kunda yangi videolar chiqadi. Kanalga obuna bo'linglar. Hamma havolalar video ostida.